Oxirgi maktub. Shahar chetidagi kichik kafelardan birida bir yigit har kuni soat roppa-rosa 7 oh-ohda burchakdagi stolga o'tirardi. U doim ikkita kofe buyurtma qilar, birini o'zi ichar, ikkinchisini esa qarshisidagi bosh stulning oldiga qo'ydirardi. U yerda hech kim o'tirmasdi, lekin yigit go'yo qarshisida kimdir bordek jilmayib, pichirlab gaplashib o'tirardi. Ofitsiant qiz bunga o'rganib qolgandi, ammo bir kuni qiziqishi ustun kelib so'radi. Kechirasiz, janob. Nega har kuni ikkinchi kofega pul to'laysiz? Axir sherigingiz kelmayapti-ku. Yigit ma'yus jilmaydi va yonidan bir parcha eski xat chiqardi. Xatda shunday yozilgandi. Azizim, agar bir kun kelib men yoningda bo'lmasam, sen xafa bo'lma. Har kuni soat 5 da biz doim boradigan kafega bor. Men jismonan u yerda bo'lmasam ham, sening xayollaringda, xotiralaringda qarshingda o'tirgan bo'laman. Sen kofe ichayotganingda men seni kuzatib turaman. Yigit ko'zidagi yoshni artib davom etdi. Ayolim 3 yil oldin avtohalokatda vafot etdi. U o'limidan bir kun oldin shu xatni yozib, kitobimning orasiga qo'yib ketgan ekan. Go'yo u ketishini bilgandek. Ofitsiant qizning ko'zlariga yosh keldi. Yigit kofesini ichib bo'lib, odatdagidek pulini to'ladi-da, eshik tomonga yo'naldi. Shu payt ofitsiant qiz stolni yig'ishtirgani keldi va hayratdan qotib qoldi. Yigit teginmagan, ayoli uchun buyurtma qilingan ikkinchi finjondagi kofe hali ham issiq edi va undan buk chiqib turardi. Eng hayratlanarlisi, finjon chetida xuddi ayollar lab bo'yogidan qolgan is kabi och pushti rangdagi belgi bor edi. Yigit eshikdan chiqib ketayotib, bir lahzaga to'xtadi va xuddi birovning qo'lidan ushlab olgandek havoni yetaklab ko'chaga chiqdi. Xulosa: ba'zan biz yo'q deb hisoblagan narsalar aslida bor bo'ladi. Faqat ularni ko'rish uchun ko'z emas, mehrga to'la qalb kerak. Bizga berilgan vaqtni va yonimizdagi insonlarni e'zozlashni unutmasligimiz lozim.